Kofe zararmi, foydami? Xo'sh, buni keling yurak uchun qanday foydali zararligini bilib olamiz. Ko'pchilik iste'mol qiladigan bu kofe ichimligi albatta me'yorni yaxshi ko'radi. Bir kunda 1-2 chashka kofe iste'mol qilish albatta organizmimizga kayfiyatni yaxshilaydi, serotonin miqdorini oshiradi va organizmni tetiklashtiradi. Ish faoliyatimizni rag'batlantiradi. Aslida uning miqdorini ko'payib ketishi turli xil yurakdagi muammolarni zo'raytib borishi mumkin. Agar sizda yurak muammolari kuzatilmayotgan bo'lsa, vaqti bilan doza miqdori oshgandan keyin yurakni tez urishi, qon bosimi sekin-sekin ko'tarilib ketishi va shunga o'xshash asoratlarni kuzatilishingiz mumkin. Agar siz haqiqiy yurak kasalligiga chalingan bemor bo'lsangiz, sizga unda aslida bir chashka kofedan ortig'ini iste'mol qilib bo'lmaydi. Chunki bu yurak xavf omilini kuchaytirib borib, sizni kuchli asoratlarni, infarkt, insult xavfini oshirib yuborishi mumkin. Bu videoni kofe ko'p iste'mol qiladigan tanishlaringizga ulashib qo'ying. Kofening qanday qilib undan voz kechish va yurakka qanday qilib zararsiz miqdorda iste'mol qilishni albatta keyingi rilslarimni kuzatib boring.